Ana g'ish tashlab berinchi bobo, bitta sinab ko'rsataylik, yurgizing. Suvni qo'yinchi. Kashmiriga suv qo'yamiz. Aka mana bu yerda suvni Qo'ying qani. Bo'lsa, bir yo'li bo'lsa. Qo'li qo'rib chiqaradigan mana. Qo'ying agista. Suvni ham chiqaradigan. Qo'lni chiqaradi bizga akalarimiz mana bemalol suvni ham chiqaradigan narsa qo'lni qamish, yantoq hammasi ketaveradi. Tabiatli kulundan. Nima qilishsin? To'raga. Nima qilishsin? Olishsaga dirab keladi. Lakni bossin. Qadrdonlar joyi yomon emas. Bo'laveradi. Usta bola, 15 yoshli bolani qilayotgan ishlarini. Assalomu alaykum. Mana 15 yoshli Sanjar Rizo dravlikalarini egasi. Sanjarbek hormang endi. Assalomu alaykum. Kimsiz uka, charchab qolmayapsizmi? Sekin olyapti. 15 yoshingizda o'z mash biznes yurgizdingiz. Dravlika biznesini. Ha, yuzyapti sekin. Noldan tikalaverasiz. Ikkala berilaveradi aka, xudo xolasa. Endi mana shu dravlikalar haqida bir qator mana shu ma'lumot berib o'tib ketsangiz, hozir qolganini ishlab chiqarishlarini polniy tushuntirib berasiz. Hozir qayerda turibmiz? Qo'shtepa tumani, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Ro'zg'or qishlog'ida turibmiz aka. Aha, ishlab chiqaruvchi o'zingiz, birinchi qo'l. Birinchi qo'l o'zimizdan chiqadi. Olib sotib nima qilmaymiz aka. Aha, narxlari oxir video davomida 8 ming 2009 minggacha. 1.8 dan 2.9 minggacha. Bular nima aka? Motorlar, yo'l motorlarimiz. Yangi korobkadan ochib, to'playganmiz, tekshir rezalarni ochib qo'yamiz aka. Ishlanmagan yangi motorlar qo'yiladi. Ochib qo'yamiz. Rossiyskimi bular? Ha, Rossiya 6,5 kg, 3,5 ming оборотлigi bular. 3,5 kg, 3,5 ming оборотлigi. Har xil motorlarimiz bu alyuminimiz. Bu narxi nimaga qarab ajratiladi? 1.800, 2.900 motoriga qarabmi? Bu motoriga ham qarab, ham 2,9 ming deydi. Yo'q, o'tib oling sal yorug'roqda. Ha. Motoriga ham qaraladi, ya'ni mahaviylar yupqalisdan bo'ladi. Pichoqlari ham kamroq bo'ladi. 2 million qimmatrog'ini mahaviyli bo'ladi, pichoqlari ham ko'proq bo'ladi. 2 metr pichoq bo'ladi. Motorlar ham ukamiz birinchi qo'l ishlab chiqarish. Mahaviylarni ham bo'lsa ko'rsatamizmi dravikalarda? Xudo xolasa, aka kelaveringchi. Qani? Mahaviylarimiz aka. Qalin mahaviy 24 ta 2 metr pichoq bo'ladi. Andaqa shaqir chuqurlariga ham 2 metr pichoq qo'yiladi. Marat ko'ylariga. Yana ham yordam qiladi-da Ha. maydalashga. Chuqur setkalari bor mana aka. Setkalarimiz 3 xil. Nasatkalar. Yana nimalari bor? Bu qanaqa motor aka? Bularimiz alyumin motor aka mana. Bular var yo'l motor. Оборотлari, kilovatlari har. 6,5 kg, 3,5 ming оборотimiz. Aha. Bu ham 6,5 kg, 3,5 ming оборот, misli оборотmali. Nisatga Atmotkali. atmotkali, ha? 3,5 kg, 3,5 ming оборотli misli atmotka bu ham. Qolgan dravikalar ham bu listlarida bir farqi bormi? Yo, Ko'pchilik yo'lda nimalarni ham yupqa listdan qilishadi. 2 3 listdan qilib beshyapti. bunaqa Bizga joyni salkam 1 sm turbadan qilinadi. pishiq bo'ladi. Pishiq bo'ladi, hamali mahaviylarni ham aqvat bo'ladi. Pichoq chiqib ketadigan bo'lsa ham bezopaslikda xavfsizligi. Bu nimalari ham qulay, yana ochib yopishlari ham. Oldin yaka boltli bo'ladi, bilsangiz aka. Ha, oldingi gamizda yaka bo'ldi deydi. Cho'li qilib qo'ydik, odamlarga qulaylik bo'lsin. Ochib yopish osonroq. Bu yetalash yosh bolalar ham ishlataveradi mana aka. G'ildiraklari bor ekan-a? Joydan joyga siljitganda Ayollarimiz ishlash shuni ham qulay. qo'shinni chaqirib ko'tarish shart emas ekanda. Mana shuni yetalash. Olib borib o'rnatib ishlataveradi. Ha. Pastlikda ham ishlaveradimi? Pastlikka ham ishlaveradi aka. 170 160 gacha ishlaveradi. 220 gacha. Yenadan sotib tursa bo'ldi. 170 dan 220 gacha ishlaveradi. Ha. Tanlamaydi. Tanlamaydi aka. O'chqonli motor kuyib qolishlar bo'lmaydi. O'chib qolib ko'p tiqilib qolsa, bu avtomatik o'zi avtomat tashiydi aka mana. Ko'rsatib qo'ying buni ham. Avtomat qo'yib qo'yiladi, o'zi tiqilib qolsa, avtomat tashiydi. Avtomat tashlaydi, avtomatski. Значит, motorda kuyish ehtimolligi past ekanda, tashlash hisobiga oldin olingan. Bir qator ishlar ko'rsatib beramiz. Nimalar tashlaymiz? Bo'ldi. Ham ishlarni tayyorlab olib, bir qator ko'rsatib
Bemalol chiqaveradi akalar, u hali tiqilib qolib aylanib qolish bo'lmaydi. Bemalol. Faqat o'sha o'zini setkalari bor. Mana hozir qamish chiqardik, tepasidan mana humayimiz chiqaryapmiz. Tashvering. Olib ko'rsatib bering. Olib ko'rsatib bering. Ko'rsatib bering. Mana maylligi. Bunga o'ta setkasini almashtiradigan bo'lsangiz, yana mayroq bo'lishi mumkin. Hozirga molga mana shu ham bo'laveradi. Endi quruq somonni tashlab chiqarib beramiz. Tashvering. Tiqilib qolish, o'ralashib qolish bo'lmaydi. Bemalol mana xavfsizligi ham, bunkunlari ham chiroyli holatda qilingan. Ko'ryapsiz, o'pchib tiqilgan yo'q, obroti ham zo'r. Xohlasangiz 3,5 ming obrotli bor, xohlasangiz bundan 3 ming obrotli bor. Mayligiga mana buni qo'yib yesa ham bo'laveradi. Molga-yu va chaynamay yutadi. Endi mana bug'doyni atala qiladigan akalarimiz yoki novoz yemlak akalarimizga bug'doy chiqarib beramiz. Yurgizing. Maktab ligirovkalari bor tepada. Kattaroq ochib, pastroq ochib, ligirovkasiz bo'ladi. Bir soatda 180 kilo, 200 kilo bemalol chiqaraveradi. Mana ishlab chiqarish o'zidan ekan. Bo'lsa obunachilarga birorta bepul drablikka sovg'a qilaylik. Beramiz aka, xudo xolasa aka. Shuncha mehnatimizni ko'rish chiqarayotganimizni, ishlab chiqarayotganimiz aka. Xudo xolasa qilib beramiz aka. Buning uchun nima qilish kerak? 3000 ta kamet yig'sa aka, xudo xolasa. Buni achilaysiz aka. Bitta drablikani, bitta drablikani o'sha akaga nima qilib berilaveradi, yetkazib berilaveradi. O'zbekistonda dastlabkasi ichida o'zimiz olib borib beriladi. 3000 ta komment bo'lganda o'sha kommentariyadan bitta omadli nimaga insonga olib borib beriladi. Dastlabkasi bilan qilib mana mashlarning ichidan liboy bittasini tanlaysizlar, jo'natib beramiz xudo xolasa. Yetkazib beriladi aka. Bo'ldi, gap yo'q. Garantiyalari qanaqa endi? Olyapsiz? Olyapmiz ha. Bosh g'alati olik. Ya ketdi, boshqatdan. Garantiyalar qanaqa endi? Garantiyalarimiz endi aka 1-2 Yamatoga garantiya beramiz. O'zi zavod garantiya bermaydi bizga aka. Biz garantiya beramiz. 1-2 oygacha ishlatib ko'rib, bemalol ko'rib olaveradi. Garantiya beramiz. Kuzupiga 3-4 yilga garantiya berilaveradi. Ha. Kuzupi 3-4 yilgacha garantiya, motori 1-2 oygacha. Endi hamma ishlatishga bog'liq, to'g'rimi? Motorni ehtiyot qilib ishlatadigan bo'lsa, 5 yil, 10 yil ham ishlatadi. Endi hali ishlatishni bilmaydiganlar nagruska keltirib, kuydirib qo'yadigan bo'lsa, unisi endi o'zidan bo'ladi-da. Bemalol borganda, masalan, vohalini qayerga borsa ham 1 oy ishlatib ko'rib olaveradi. Mabodo bir muammo chiqadigan bo'lsa, yana qaytarib almashtirib beradi yoki pulni qaytarib beraverasiz. Gap yo'q. Bir Şey